diyorim to'r bekdi. Hurmatli aziz mehmonlar, aziz tomoshabinlar. O'zining san'at kasbiga axloq nazari bilan qaraydigan azimat naqshchimiz, suyimli farzandimiz Abdulla Abdurayim, sizlarning to'liq qimmatli vaqtingizni olib sizlar uchun, faqat sizlar uchun bugungi sahnada aytib bergan naqshlari sizlarni xo'shal qilib suyundirgan bo'lsa, u shuningdan olamcha xo'shal. Qadrli inimiz Abdulla Abdurayim bir naqsh aytib, xalqni suyundirgan chog'da u xalqiga yuzlab naqsh aytib berishga tashna va taqozolik tuyg'usi bilan yashaydigan yigit. Abdulla Abdurayimning naqshchiligi faqat tugimidi. Abdulla Abdurayimning sizlar uchun ijod qilayotgan, sizlar uchun aytayotgan naqshlari abadiy tugamaydi. Uning naqshlari aziz tomoshabinlarning o't qalbida mangu to'xtamaydigan tugamas naqshlar. O tomoshabinlarning abadiylik baxt saodatini, o tomoshabinlarning oilasining xo'shal xo'ramligini, o tomoshabinlarning yangi yillarning yangi ufqlar bilan gullarga to'kilishini tilaydi. Naqshimiz her yanni sadası yağrıtı canni bulup kakku gıcır bulbul kızıt kayba bostanni kızның naqshimiz yangraydı çalgan sazimiz yangraydı etkan naqshimiz köngül hoşi el zoqi bilan ağlaydı yürek urgut şadlıkni güler orman çimen dağlar kişi naqshini etqanda kelar askar